Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Türk dünyası ve bilhusus Güney Türkistan mevcuda Afganistan ad koyuldu. Bu asli vatan Türkistan. Allah'a hamd ve sanalar olsun. Güney Türkistan ülkesinde Özbek Türklerimiz öz tilleri için ihtifal alıp öttü. İlahim her bir Özbek Türklerimizge kuch ve kuvvet versin. Kemana şunday öz tillerini asramaka imtilsin. Til var, el ve yurtun var. Tili yok, eli yurtu yok. Tili için Kureşçen, Uke canım, kılıç cilabları, İlahim her bir Özbek Türklerimizin tili için himmet kılışka, yazışka, kuch ve kuvvet versin. Allah'a hamd ve sanalar olsun. Özbek Türk milletimiz dünyanın her bir burcuda bolsa bolsun. Allah'a hamd ve sanalar ki bular din ve dünyaya hizmet kılıp kelipti ve hazır hem hizmet kılayaptır. Ay Temur'un nesli, ay Babur'un nesli, sizler dünyanın her bir burcuda özlerin bir padişahsıların. Köp bir afsus kılamız ki Güney Türkistan yani Türkistan'ın cünubida sizler köp ezilgen bir halksılarınız. Bunday bolmanızlar himmet kılınızlar ki kanday tilleriniz için imtilib koşuş kılıp geleyapsılarınız. Aynı şunday kudretini hem sizler alınızlar. Çünkü Özbek Türk milleti bir şunday milleti ki bularının ortasında hiçbir nicat yok. Bir kavmperestlik kılmaydı. Her yerde bular başka kavmlarının hem aynı özü deyibiledi ki kanday Muttahida Hindistan hazır Pakistan ülkesi, Bangladeş ve Burma bunda köp Babur Temur handanları var. Sizi bizde Özbeklerimiz var. Bular dini dünyaya hizmet kıldı. Lakin tilge hizmet kılmadı. Tilge hizmet kılmagan sebebi şu oldu ki zabanı darbarı Türk'ni bular tüzedi. Bu çünkü ulamalarının meşhuresi bilen şunday bolgan edi. Agar sendeki bular malamet emez. Bunga siz bizde mevleylerimiz malamet. Mevleylerimiz aytti ki Arapça til dari tilge o'xshash. Agar qaysi bir toza musulmon bo'lganlar Arapçani bilmasa, Qur'on yodida bo'lmasa, dari tilida namoz o'qisa joiz degan fitvoni bergandan narmagan O'zbek tilini va boshqa tillarga ko'pala mehnat qilmadi. Dalilini men sizlarga aytib berayin. Endi Arapcha til dari tiliga hubahu o'xshaydi. Yana qaysi bir joyda mavsuf kelsa, shu joyda forsida ham mavsuf keladi. Orang uchun, yana misol uchun men sizlarga aytib berayin. Arabchaga aytadiki Thawbul abyad. Thawbul abyad yani oq ko'ylak. Farsiga ham keladiki kalay safid. Amma Urdu bilan Turki tilida buni aksiga ast ustun bo'lib keladi. Masalan, Thawbul abyad ko'ylak avval keldi, so'ng oq keldi. O'zbek Urduga, O'zbek Turkka, Urdu tiliga nima keladi? Oq ko'ylak.
ak sıfat bo'ldi, ko'ylak mavsuf bo'ldi. Shu sababdan ulamalarda o'rtasida ixtilofi borki, aya qaysi birda arabcha tiliga tushunmasa, dari tiliga bil ittifoq namoz to'g'ri bo'ladi ekan, lekin arabchaga ham ko'shish qilsin, Qur'onni yodlasin. Bunday emaski, Qur'onni yodlamagan farsi tiliga, dari tiliga namoz bo'ladi degan deb bo'ladi deb odat qilib qo'ysak, yo'q. Ammo urdu tili, o'zbek turk tili buning baraksiga kelgani uchun ba'zilar to'g'ri bo'ladi. Chunki bir og'zin ko'p, ovushisi oz bo'ladi. Tövbedagi ostin keladi, osting'isi tövbe o'tadi dedi. Shu sababdan o'zbek tiliga, yana turkistoniy tiliga, urdu tiliga ixtilofi bo'ldi. Ammo boshqa tillarga, urdu turk tilidan boshqa tilga hech bir javoz bo'lgan emas. Shu sababdan hurmatli turk dunyosi, sizni bizni ulamolarimiz malamatiki turk tilini joyiga dari tilni darbora til qildi. Va sizlardan iltimosiki kelar zamonasida oy va kunlarni o'z tilimizga aytishlaringiz lozim. Bega sizlar yozibsizlaringiz ekanki, juma kuni emas, bo'sh kun. Bahar hal bugun kecha, sizlardagi kecha, bizlardagi kecha. Bizlar bugun kecha. Lejamiz ozgina farqi bor. Ba'zi joyda, masalan, men eski bir programda bir etifalda aytib o'tgan edimki, o'yqur, uy ko'r. Ana ba'zi yerda g'ayn, qof, kaf or gaf, bu to'rt alfaz bir-birini evaziga ishlatiladi. Bahar birodarlarim, har kimiki o'z tilidan inkor qiladi. Ol Qur'ondan inkor qiladi. Har kimiki tiliga e'tiroz qildi, Alloh taolaga e'tiroz qilganday bo'ladi. Ol musulmon emas. Har bir payg'ambar kelibdi, o'z qavmi va qarindoshiga o'z tilini uchun kelgan. Hamma oxir zamon Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam arabcha tilga keldi. Lekin u aytdiki, tarjima qilish lozim, til o'rganish lozim. Shu sababdan Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytdiki, Turkcha tilini o'rganinglar. Bu dunyoda bir katta qavm, bularning yer yurtlari, to'proqlari ko'p katta deb aytdi. Mana bu oyat-i karima: "Va ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullohu man yasha." Ayni shunday hadisda ham keladi. Hadisda har kimiki o'z tilini qo'yib, yobonchi tillarga boshqalarning tilini agar o'zimni tilim desa, u kofir bo'ladi. Chunki Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mehribonlik qilganki, man idda ila g'ayri abihi va huwa ya'lamu annahu ghayra abihi fal jannatu alayhi haramun muttafaqun alayhi. Bu hadisi muttafaqun alayhi. Har kimiki o'z tilini qo'yib boshqa tillarga tomon ketsa, ol joy jahannam ekan. Ayni shu shaklda Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan marvi bo'lganki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun." Har kimiki o'z otasidan, o'z bobosidan, o'z naslidan inkor qiladi, ol kofir bo'ladi bil ittifoq. 3-hadis.
Bu Hazreti Ebu Zer radıyallahu taala anhudan rivayet bo'lgan. O kishi aytadiki, men eshitdim Hazreti Muhammad sallallohu alayhi va sallamning deb turgan vaqtlarini: "Laysa min rajulin idda'a li g'ayri abihi va huwa ya'lamuhu illa kafara." Magar har kimki o'z otasini dan inkor qiladi, mening otam emas deydi, o'zi bilib turibdiki shu nasl bizdan, shu otalar bizdan, u odam kofir bo'ladi degan. Yana bu hadisning idomasi bor. "Va man idda'a ma laysa lahu falaysa minna." Hazrati Muhammad mehribonlik qildiki, falaysa minna ay laysa min ummatina, wal mening ummatim emas dedi. Jaboning zamoniki onun ummati bo'lmadi, nima bo'ladi? Wal waliyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Waliyatabawwa'u, va odam o'z o'tirar joyini tuzasin qardan, jahannamdan. Bu odam jahannami bo'ldi. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallahi wa laysa kadhalika illa haru alayhi, muttafaqun alayhi. Shu sababdan aziz hurmatli do'stlarim, akalarim va ukalarim va singil afalarim, mana shu yozmalarni yo'natdim, Facebooklarga tarqaladi. Taqriban 8 yat ko'proq bo'lsa, mana shuni bugun yozdim. Bugun tarix ham qayda qancha? 18 kun 10-oy 2025 milodi, ya'ni isavida. Ana bega sizlarning ham taronalaringizni yozgan, tartib bergan qarangizlar. Ona tilim taronasi. Gavhari qimmatbaho sen men uchun ona tilim, sen ila men o'qidim, qalam olib yaxshi bilim. Kimligim, haviyatim senga tikshili bo'ladi. Borligimdan boyligim ko'nglima sevgi to'ladi. Poralagan ushbu chiroy o'lka go'zalroq tuzalib, yo'qsa mahzuna bo'lib orzularim ham so'ladi. Gavhar qimmat baho sen men uchun ona tilim. Ay ona tilim joni dilim, ona tilim din imonim, o'lka Turkistonim. Yashnasin turk dunyosi, yashnasin turklar, yashnasin va bil xusus Turkistoni junubining millati, bayrog'imiz, joni dilimiz. Bu bayrog'imiz